qachon qolsa shu yomg'irda qolgan tezakda izlab oldi versanlar telefonla qalab. Abdumjid aka şu hazır yaşlarımızda faqat kuch yo'q mag'dursizlik ahvoli bak ig'ir ekan. Mushu zodi qanday ish, mushuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bu ko'proq mushu 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan yigitlarimizni ko'p ko'ryapti. Pologa besing desa har pochaq pololarni, har go'shtni ikkini besib yeydi. Kuni nima yeydi? Kilolab go'sht kebab yeydi. Lekin mag'du yo'q, belining kuchi yo'q. Bu sababi nima degan chig'imizda har quvvatlik yeb baqdim, har quvvatlik noyati teplining donglik dorilarni yeb baqdim. Nima ishqa menga tapmaydi desanglar. Birinchidan ranglik suvni oz ichinglar. To'nglatqulik ichimliklarni oz ichinglar. İkinci birisi haroq tamakiga o'xshash badanga ig'ir zahmat qilgan narsalardan yiroq turinglar. Üçüncü birisi kechasi tunimanglar. Kechasi tunimanglar. To'rtinchi birisi normal bo'lgan chiniqishni qilinglar. Qachon qolsa shu yomg'irda qolgan tezakda izlab oldi versanglar telefonga qalab, yegan qon quvvat yo uchayda yo jigarda ashardan sumirilib liqanda butun badaningizga taqlanmaydi. Shunga yosh bolalar quvvatlik yeganinglar bilan yuqoridagi ahvollarga diqqat qilsanglar, sizlar yegan shu quvvatlik tamoqlar, quvvatlik dorilar sizlar o'ylagan shu umumiy badanga, sizlar o'ylagan shu a'zoga to'liq berib, badaningizga qon quvvat to'shitdi. Shuning bilan sizlar shosh 17-18 yosh yegan yigit, bardam yigit bo'la olasizlar. Shunga u quvvatlik yedim, quvvatlik yeb baqdim deganinglar bilan uzunlik turmush odati qalaymaqan bo'lgan bo'lsa, Amerikadan kelgan dorilarni poqiysa hech kimga foyda qilmaydi. Shu oldi bilan uzunlik kutinishi, turmush odatinglar, shuni yaxshilasanglar, meningcha to'g'ri, nihoyat yaxshi manfaat qiladi.